почти $1 10 ming so'mda 10 ming so'mga siz butun boshli Windows'ni sotib olib, Windows chakalar ushbu video sizlar uchun ancha manfaatli bo'ladi. Yaqingacha doim Windows kompyuterimni crack qilib ishlatardim. Crack qilganimdan keyin kompyuterda qotishlar bo'lardi, funksiyalarni qanaqadir qismi yaxshi ishlamas edi. Hozir men Windows'ning ofisial versiyasini sotib oldim. Mana ko'rasizlar, aktiv holatda turibdi. Va ishoninglar 50% ga kompyuter ishlashi yaxshilandi, baklar yo'qoldi, ko'p uzilishlar yo'qoldi, ishlashi ancha tezlashdi. Va bu narsani qimmat deb yurardim. Qaranglar, почти $1 10 ming so'mda 10 ming so'mga siz butun boshli Windows'ni sotib olib, uni qanaqadir ikki xil shart bilan, ba'zilari bitta kompyuter uchun, ba'zilari keyin kompyuterlarga ham ketadi. U undan ham arzonroqda. Shuni aytadiganim, yaqinda aktivatsiya qilib 11 ni sotib oldim, ishlashi zo'r, sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar qiziq bo'lsa kommentariyaga Windows deb yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qanaqa qilib skachat qilish, qanaqa qilib kompyuterga o'rnatish va qanaqa qilib aktivatsiya qilish haqida ma'lumot berib o'taman. Video foydali bo'lsa albatta profilimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolar ham albatta siz uchun foydali videolar bo'ladi.